Sizlarga ham so'kishmalga, ham blender kerak. Buni ko'chadan donalab sotib olaman desangiz, donasi premium taxminan sizlarga $50 tushadi. Biz sizlarga hozir shunaqa mini kombayn ko'rsatamiz, narxini eshitib jinni bo'lib qolasizlar. Lamo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mini kombaynimizdan, ya'ni so'kishmalka, blender, chopper hamda kofemolkasi bor mini kombaynimizdan narxini cho'zib o'tirdim. Oxirida atigi bizdan $49 ga sotib olsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xarakteristikalarini bilan to'liq tushuntirib beraman. Bu kombaynimizda 8 vatt mощностьga ega bo'lib, bunimizdan komplektida eng glavniy so'kishmalka ham ichlari полностью metallический bo'ladi. Plastiklari ham yaxshi plastik. O'zidan maza hid chiqarmaydi u. Undan tashqari yana komplektimizda blenderimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari o'sha kofemolka hamda chopperi bor. Bularning hammasi pichoqlari ancha zo'r, 4 talik bo'ladi. Bu kombaynimizning komplektidagi blender, chopper hamda kofemolkasi arzoncha blenderlarga o'xshab plasmas bo'lmaydi. Bular hammasi 100% shishadan ishlangan bo'ladi. Bu mini kombaynimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lib, butun respublika bo'yicha to'liq 15 oy garantiyasi amal qiladi. Undan tashqari 3 ta 4 ta texnikani palon pulga sotib olgandan ko'ra, bizdan bitta shu kombaynni $49 ga xarid qilib olsanglar bo'ladi bemalol. Agar sizlarga shu mini kombaynimiz yoqqan bo'lsa, zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi va videomizga like bosib, fikringizni kommentariyaga qoldirib ketinglar va videoni hammaga emas, o'zingizga yaqin deb bilgan insonlarga jo'natib qo'yinglar. Eslatib o'tamiz, son cheklangan.